kelayotgan Ramazon oyi hammaga muborak bo'lsin. Bugun Ramazonga narxlarni sindirib o'rganamiz aka-ukalar. Sutga to'ygan polvonidan so'radinglar mana. Bunaqa narx 2026-yilda bo'lmagan narxlarni sindiramiz. Sizlardan bitta iltimos videoni boshida bitta arzimas layklardan bosib tursanglar, nerealniy narxlar bo'ladi aka-ukalar. Jizza bo'yi bichali yetib keldi. Ishlarga bitta ahamiyat berasizlar. Orqa garobkalarga bitta ahamiyat berasizlar. Sutga to'ygan polvonlardan yetib kelgan, sutga ishlayman deydigan aka-ukalarim ham. Assalomu alaykum Samandar Ruz obunachilari, kelayotgan Ramazon oyi hammaga muborak bo'lsin. Sizlarni uzoq kuttirmagan holda yangi partiyalarimiz yetib kelgan. Sutga to'ygan polvonidan so'ragan aka-ukalarimizga maxsus kachoglardan yetib kelgan. Layklardan bosib, qo'llab-quvvatlab, poddeshka qilib tursanglar, Ramazon oyiga narxlarni sindirib o'rganamiz. Bizga bergan aka-ukalarimiz Ramazon oyiga obunachilaringizga qulayroq berdik, siz ham qulayroq qo'yib yuboring deyshti. Narxlarni sindirib o'rganamiz. 2026-yilda unaqa narx bo'lmasa kerak. Videoni boshida arzimas bitta layklardan bosib, qo'llab-quvvatlab, poddeshka qilib tursanglar, nerealniy narxlar qo'yib yuboramiz. Bizni videolarni shunchaki ko'rmaysizlar. Malol olmasanglar ham 200 ming so'mdan pul yutib olishingiz mumkin. Buning uchun kommentariyaga kiringlar, o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Keyingi g'oliblarimiz sizlar bo'lishingiz mumkin. O'tgan safar g'oliblarimiz aloqaga chiqsa, pullarni tashlab beramiz. Xo'p, bugungi sanamiz 18-fevral haftani chorshanba kuni manzillarimiz Namangan viloyati Chust tuman Shoyon qishlog'idan o'zimizni mini fermadan video obzor qilyapmiz. Bugunga sizlarga 4 bosh xonajillarimiz bor. Hop, ikkita Daniya, bitta Simmental gibrid, bitta nemis xonajillarimiz bor. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, batafsil ma'lumotlarni berib boramiz. Havas qilgan, like bosgan aka-ukalarimizga shunaqa xonajillardan qilib berish nasib qilsin. Ularga bundan da 10 tadan, 20 tadan olish nasib qilsin aka-ukalarim. Haydanchi Nozimboy aka bu chempionlarni yaxshi sigir qilib olaman, o'zim tarbiyalab degan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Baquvvatidan so'rovdinglar, baquvvatlardan keldi. Orqa garobkalarga bitta ahamiyat berasizlar. Mana nima deyapti bu? 5-6 litr sut ichmagan, 10 litr sut ichib, kami shunaqa o'najim bo'lgan. Mana ostilari. Hammasi sut yo'nalishda o'najillar aka-ukalarim. Bitta nemisimiz ham bor, nemisimizni ham ko'rib qo'yinglar. Bitta biz Simmentalga o'rayman, ostini qaranglar buni. Xo'p, bularni yosh oyligiga keladigan bo'lsak, hammasi 6 oylik bo'lib qolgan, 5 oylikdan o'tgan, hammasi standart, bir xil mana. Ko'rishinglar mumkin aka-ukalar. 4 tasini bir joyga tashlab qo'ysa, hoji aka, nima dedingiz? Mana bir xil qilib. Xo'p, bular bitta bo'ynimda bo'ylab beringchi Nozimboy aka bittasini. Qatingizdan, kindigizdan balandmi? Xolis uni bo'ylab bering Nozimboy aka. Ha, o'zingizlar ko'rib, metr solmadi, böyle soldirmadi, zagonda yurgan narsalar. Bo'ldi, ashtamda o'lik qilavering. Va. Biri 10 keladi-yu, biri 5 pilsga olaveringlar aka-ukalarim. Men bunaqa bo'yiga solishtirmayman. Bunaqa buzoqlarni mana shunda tursin, orqasini ko'ringlar. Haydavering Nozimboy aka. Xo'p, bunaqa buzoqlarni yo boyiga, yo yoshiga, yo kilosiga qarab sotilmaydi, sifatiga, zotiga qarab olinaveradi aka-ukalarim. Xo'p, narxlari nimaga arzon degan savol baribir tug'iladi hammada. Ramazon oyiga bizga shunaqa narxlarda yetkazib bergan aka-ukalarimiz ham bitta duo qilib qo'yasizlar. Ramazon oyiga arzonroq qilib beramiz obunachilar. Mana sho'xroqlardan so'rovdinglarmi? O'qani ham ishini qilaveradi. Xo'p, gapimizni bo'ldik. Ramazon oyiga obunachilaringizga arzongina qo'yib yuboring deyishdi, mana talab va istaklarga binoan kim olsa ham maza qiladi. Hop, puli yetmay turgan obunachilarimiz ko'p, hozir kunda narx-navolar oshib ketgan. Shu joyiga yetib borsa bo'la, xursand bo'lamiz. Shu videolarimiz ko'proq prosmotr egasiga yetib borish uchun aka-ukalarim arzimas sizlardan, hech nima emas, savobga qo'shilib qolaman desanglar, mana shu podelitsa tugmasini bosib, qarindosh urug' qanaqa gruppalar bo'lsa tashab, bitta like bosib, o'z fikringizni kommentariyaga shuni yozib qo'ying. Qiyin emas-ku aka-ukalar. Bizga undan bir so'm foydasi ham kelmaydi, ziyoni ham. Faqat yaxshilik uchun aka-ukalarim, halollik foydadan ustun. Tashyorinchi yemini bilan cho'zib o'tirmaylikda Nozimboy aka. Mana hammasi sho'xidan.
bay qatdan topasi hoji aka deyishadi mana. Bir xil standart emas. Bitta joyga tashab qo'yadigan joy aka ukalar. Hammasi mana sutdan 100% chiqqan, o'tgan. Hozirgi kunda mayli keyin gaplashamiz uni. Sutimdilar ham palon bo'lib yotibdi-da. Olinglar tayyor, boqinglar mana. 15 kundagi kokot chiqib ketadi. Yaylovga qo'yib yuborsanglar aka ukalar, tekinga kuzgacha katta bo'lib mol bo'lib qoladi sizlarga, xudo xolasa. Kim olib bizdan foyda ko'rsa biz xursand bo'lamiz aka ukalar. Do'sti birodarlar, aka ukalarni ko'p ishlatyapmiz, xafa bo'lmaysizlar. Mana yeyishini yo'q. Mana yedi, ishtisini ko'rsatib beramiz. Ishtobi kasal masala yo'q. Endi nabodo yashir pashurga biz garantiya bermaymiz. Yashir 1 soat 2 soatda yuqib qoladigan yo'lda, boshqa narsada. Xudo xolasa bularda unaqa narsasi yo'q, bo'lmasin ham. Endi aytib qo'yapmiz video davomida. Yashir mol ovqat yemaydi. Sog'lomligini mana 100% ko'rsatib, mana shu yerda beramiz aka ukalar. Uncha-munchasi bunaqa qilib ko'rsatib, boshqa qilib bermaydi. Hozirgi kunda bozordan ko'pchilik mol ola olmayapti, chunki yashir pashirlar juda ko'paygan. Mana olinglar tayyor mana. Bunaqa kasal masala ham yo'q. Bemalol molinglarga olib borib qo'shaverasizlar. Bo'ldi, haydayni Ozim aka ko'p gapirib yormay, narxini sindirib o'ray bilani. Joning sog' bo'lib turishlarini qaranglar mana. Zo'rdan boqaman degan aka ukalarga tavsiya qilamiz. Xo'p, bular donaga ham sotiladi, optimga ham. Ilojim boricha 4 tasini bitta joyga olsanglar, har tomonlama yutasizlar. Xo'p, donaga oladiganlar ham aloqaga chiqaverasizlar, narxlari plus minus bo'lib qoladi. Bundan tashqari kimga qanaqa mol kerak bo'lsa, o'sha ekranda tagidagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, telegramlarimiz ishlaydi, telefon qilsanglar, nabodo o'chiq bo'lib qolsa, ilojim boricha yo'naq bo'ladi. Kimga qanaqa mol bo'lsa qilib beramiz. Qulay narxlarda, sifatlilardan aka ukalarim. Xo'p, bular narx-navosiga keladigan bo'lsak, hech kimga sir emas. Yangi tug'ilgani ham o'zim 15 million so'mdan olib kelib beryapman. Sizlarga 15 millionda olib turib yangi tuqqan muncha qilguninglarcha 20 milliondan aniq o'tib ketadi. Mana tayyor olinglar, boqinglar, foyda qilinglar aka ukalarim. Xo'p, bugungi narxlar aka ukalarim nerealniy narxlar bo'ladi. Ramazon oyiga bizga fermadagi akalar olib borib qo'yib yuboring. Xalq maza qilsin, obunachilaringizga qulay narxlarda deyishdi, mana biz ham qo'yib yuboryapmiz. Boshqa joylarda bunaqa buzoqlar 20 million tepasida. O'zimiz ham 16 million, 17 milliongacha sotganmiz. Ramazon oyiga aka ukalarim so'ragan, uyaladigan qilib, bo'ladigan narx 4 tasini bitta joyga 14 million 200 ming so'mdan ketdi mana. Kommentariyaga otanga rahmat deb bitta layklardan bosib qo'ysanglar bo'ldi aka ukalarim. Shunaqa mol qidirib yurgan do'sti birodarlar bo'lsa, puli masalan kamroq hozirgi kunda layk bosib qo'ysanglar, o'shalarga tezroq yetib boradi, yaxshilikka qo'shilib qolasizlar aka ukalarim. Arzimas bitta layklardan bosib qo'yasizlar. Mana ketdi 14 million 200 ming so'mdan 4 tasi bir joyga mana. Bunaqa narx 2026-yilda javob beraman, boshqa bo'lmaydi. Ramazon oyiga mana bitta duo qilib qo'yasizlar, shu fermadagi akalarimiz ham jonlari sog' bo'lsin. Bizga shunaqa narxlarda yetkazib bergan. Bundan buyog'iga ham xuddi shunaqa narxlar bo'laversin. Biz ham shuni tarafdorimiz. Narxlar oshmas, tush tarafdorimiz biz ham. Layklardan bosib qo'llab-quvvatlab, poddeshga qilib turaverasizlar. Videoda kamchilik, xatolar aniq disvitinni bo'ladi. Shunga ma'zur tutasizlar, kechirasizlar bizdan o'tgan xatolarga. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar aka ukalarim.